Bobur aka, mana shu Xitoylar apparatlari o'zbeklar dangaza qilib qo'ymayaptimi kiror? Dangaza qilib qo'yadi. Nimaga? Oldinlari bilsangiz, biz dadalarimiz bilan duradgor bo'lgan, bitta xonadonga kirsa, mana qoshlarini gullar ochish uchun bir 2 oy, 3 oy, 4 oy ishlar. Nimaga? Qo'lda ruchnoy ish qilishadi. Hozir bunaqa texnikalar, mana mebelga oid, temirga oid, polniy mahsulotlarga oid texnikalar chiqqan sari odamlarning ishchidan soni kamayyapti. Vaqtini tejayapti. Bu bilan mana oddiy Farg'onada kontent qilganmiz, bir kunda 700 ta, 800 ta paqir chelak ishlab chiqarardi. Bu apparatni oldi. Bu apparat yordamida 2-3 ta odam ham kamaydi. Kunda 2,5 mingta, 3 mingta chelak chiqarishga o'tdi. Ya'ni kimdir buni kesadi, qirqiydi, ruchnoy qo'li oladi yo maktabim boradi shogirdlar, qo'lni morib bo'ldi, to'yim yo'q, bu apparat 2-3 ta odamning ishini qilgan hisobiga hozir zamon ham tezlashgan, ishlab chiqaruvchidagi xizmatlar ham ancha tezlashgan.